Assalomu alaykum dehqonlar, chorvadorlar. Mana bugun 2026-yil 15-mart kuni Tarex Makka Johor urug'larimizni bir obzor qilamiz YouTube kanallari uchun. Juda ko'p kommentariyalarni kuzatyapmiz. Bu yil nima eksak to'g'ri keladi, qaysi yaxshi, siloskami, dongami deb ko'p savollar berilyapti. Endi bu narsani bitta narsasini aytib o'tish kerak. Silosga ekaman deganda u yeringlarning sharoitiga qarab turib ekkaninglar ma'qul. Bizda urug'larning narxi bir xil hammasini. Hech qaysi bir-biridan past emas, bir-biridan zo'r emas. O'zini yeriga mos. Doim shuni aytib kelamiz, o'zini yeriga mos. Misol uchun Duruk degan navimiz Xorazmda juda o'zini zo'r ko'rsatadi, Surxondaryoda zo'r ko'rsatadi, Navoiyda zo'r o'zini ko'rsatadi, don yo'nalishida. Jizzax juda ko'p joylarda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Donini 14-15 tonnaga sof don bergan. Lekin Albayrak degan navimiz gibrid kuchli bo'lgani bilan, lekin buni shunaqangi issiq sharoitlarga ekib qo'yib, suvsiz qolib ketadigan bo'lsa, bu gibridimiz bundan kuchli bo'lgan taqdirda ham bundan kam berib qoladi. Donni 10 tonnaga tushib qolishi mumkin. Lekin agar buni o'zini mo'tadil iqlim sharoitini mos qilib ekib suvini yaxshi beriladigan bo'lsa, bu 20 tonnagacha o'zini ko'rsatadi. Bundan 2 barobar ko'p beradi. Shuning uchun bitta joyda bitta makka yaxshi bo'lsa, ikkinchi joyda yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bizga bu yerga kelsanglar, sizlarga batafsil bu agrotexnika bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ishlovlari haqida, nima qaysi vaqtda beriladi va sota shakllanayotganda qaysi bir xatoliklarni sizlar yo'l qo'ymasligingiz uchun biz yordam beramiz agrotexnika bo'yicha. Bu hammasi to ekib, urug'ni yig'ib olguninglargacha biz sizlarga yordam beramiz. Bu narsa bo'yicha ishonchli. Lekin don bo'yicha men buni ko'rganman, bir xil keladi, yeri yomon bo'lsa ham, aka yerim yaxshi, suvimiz zo'r, bemalol 7-8 marta suv bera olaman deydi. Mana bu gibridimizga qiziqib, shuni olib ketadi. Chunki biz buni ko'p joylarda reklama qilganmiz, hosildorligi baland, 20 tonna, shunga qiziqadi. Lekin olib borgandan keyin kanalida suv bo'lmaydi, yeri sho'r bo'lib chiqadi, juda ham qattiq sho'r bo'lib. Buni o'zi bilmagan holda bizdan olib qo'yadi, lekin donini 10 tonna beradi. Keyin biz oldimizga kelib, aka donni sal buncha berdi, sal bunaqa berdi deydi. Shuning uchun shoshilmasdan bizga kelib ma'lumotinglarni, yer haqida ma'lumotinglarni bersanglar, biz sizlarga o'sha gibrid haqida ma'lumot berib, sizlarga qo'ldan kelgancha yaxshi urug' berishga harakat qilamiz. Bizda maqsad bu yoqdan sotib olish emas, bizda maqsad sizlarning yeringlarga mos bo'lgan urug'ni berish. Keyin sizlar undan baraka topib, katta hosil olsanglar, bu bizga yutuq, sizlarga yutuq. Bizga klientoviy baza ko'payadi, sizlarga ekkan narsalardan yaxshi daromad qilasizlar. Shuning uchun donga ekmoqchi bo'lsanglar, sizlarga tavsiya qilaman, Duruk kamroq suv bo'lgan joyga, Albayrak yaxshi suv ichadigan joyga. 60-60 bu ham don yo'nalishida juda kuchli gibrid. Bu ham bo'yi unaqa baland bo'lmaydi. Silosga deyarli bo'lmaydi bu. Don uchun faqat bo'yi 280-3 metrgacha boradi. Bu maksimalni aytyapman. 2,5 standart beradi bo'yi. Lekin sotalari juda ham bahaybat bo'ladi. Sotalari yirik. Liliya degan navimizni ham donga ishlatsanglar bo'ladi, ham silos yo'nalishida ishlatsanglar bo'ladi. Chunki buni bo'yi 3 metrdan oshadi. Staygren oilasiga mansub, yaproqlari yashil tusda bo'ladi va donga ham bu chempion. Donga ham 15-17 tonna don beradi. Doni sapsariq. Va o'sha bizda mashhur bo'lgan Tarex 60-63 degan navimiz. Yillari hammasini urug'larimiz yangi partiya kelgan. Buni qopida ham 50 ming donali bo'ladi. Kilosi 13, 14, 15 kilo. Kilolar har xil. Nimaga har xil kilo, narxi bir xil deysizlar-ku. Ko'prog'ini olsam, mana Liliya misol uchun 16 kilo, 60-60 11 kilo. Bu ham narxi bir, uni ham narxi bir. Ko'plar aytadi, shuni olganim yaxshi emasmi? Yo'q, soni bir xil. Faqatgina kalibrovkada farqi bor. Yirik urug', mayda urug'. Faqatgina kalibrovkada farqlanadi. Ichidagi doni bir xil bo'ladi, razmeri. Bular haqida, kalibrovkalar haqida va FAO haqida biz keyingi videolarimizda batafsil tushuntirib, sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qolinglar. Telegram gruppamizga o'tsanglar, telefon videoning tagidagi raqamlar orqali Telegramda gruppamiz bor, batafsil yanada tushuncha beramiz. Gruppamizga obuna bo'lib qolsanglar, Telegram kanallarimizga videolarimizni ketma-ketlikda ko'rib olasizlar, o'zingizlarga kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.